ko'ngli bo'shlar eshitmasin. Bu hikoya ko'z yoshi bilan, yurak qoni bilan yozilgan. Muallif Karimberdi To'ramurod. Farzandli bo'lganimdan bir suyungan otam, uning qiz ekanidan 2 suyundi. Qizingni otini Anbar qo'yamiz, dedi otam ko'zlari yoshlanib. Nega Anbar? Anbar eskicha otku. Anbar otin qadimda o'tgan shoira ayolning otida. Zamonaviyroq ot qo'ysak bo'lmaydimi ota? Bo'lmaydi, dedi otam amrona ohangda. Qizingni oti Anbar bo'ladi, tamom vassalom. Xo'p ota, Anbar bo'lsa Anbar-da. Siz nima desangiz shu. Xudo xohlasa, hali o'g'ling ham, qizing ham ko'p bo'ladi. Ularga o'zing istagan zamonaviy otlarni qo'yaverasan. Senga qiz farzand bersa, otini Anbar qo'yaman deb niyat qilib yurardim. Shukr, niyatimga yetdim. Otamning gapiga farishtalar omin degan ekan. Anbardan keyin yana 2 o'g'il va yana 2 qiz ko'rdim. Baribir ularga ham zamonaviy ismlarni qo'ya olmadim. Hammasiga otam ism qo'yib berdi. O'g'illarimga yozuvchilarning, qizlarimga shoiralarning ismlarini qo'ydi. Otam hamma bolalarimni yaxshi ko'rardi. Ammo Anbarga mehri boshqacha edi. Uni boshqacha yaxshi ko'rardi. Bir yerga borsa, olib kelgan sovg'alarini berishni Anbardan boshlardi. Katta odam qarindoshlarning to'y marakalariga Anbarni yetaklab borardi. Choyxonaga chiqsa ham Anbarni birga olib ketardi. Hovlida Anbar sal ko'rinmay qolsa, to topilmaguncha Anbar qani deb hech kimni tinchitmasdi. Anbar kasal bo'lmasin, Anbar istima qilmasin edi. Anbar qolib otam ingrardi. Anbar tuzalguncha otam kasal bo'lib qolgan kunlar ham bo'lardi. Ota, buncha yaxshi ko'rmasangiz shu kuchuk Anbarni, so'rab qolardim ba'zan. Anbar otinni nega yaxshi ko'rishimni bir kun aytaman, deb qo'yardi otam negadir xomush bo'lib. Anbarni otang tuqqan, deb hazillashardi onam. Sababi shu. Otam og'ir dardga chalinib qoldi. Doktorlar umid yo'q deyishgandan keyin uyga olib keldik. Otam dard azobiga zo'rg'a chidar, ammo oldiga Anbar kirganda ko'z yoshlarini tiya olmas edi. Anbar jonga bergan azoblarimning jazosini tortyapman, derdi Anbarni bag'riga bosib. Nega unday deysiz? Hayron bo'lardi katta qiz bo'lib qolgan Anbar. Menga qachon azob beribsiz? Siz meni biror marta aqalli urishmagansiz-ku. Otam oxirgi kun aytdi hammasini. Oxirgi kun bildik nega Anbarni boshqacha mehr bilan suyishini. Bolam, Anbar otinni ehtiyot qil. Bilib qo'y, Anbar onangning oti o'g'lim. U seni juda yaxshi ko'rardi. Men Anbarni ehtiyot qila olmadim. Seni tug'ayotib onangning esi og'ib qolgandi. Doktorlar tuzalmaydi deyishgach, Qarshidagi ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirganman. Onangni top. Azimova Anbar edi ismi sharifi. Meni kechir bolam. Otam boshqa biror so'z ayta olmadi. O'sha kundan yorug' dunyoyim qorong'u bo'ldi. Onam deb yurgan onam mening tuqqan onam emas ekanda. Ukalarim, singillarim o'gay ekanda menga. Mening onam kim? U qanaqa ayol? Nega otam biror marta onam haqida aytmagan? Otam onamdan xabar olib turganmikan? Aqalli birorta surati yo'qmikan onajonimning? Otamning marakalari o'tgandan so'ng Qarshiga jo'nadim. Bozordan non, yangi chiqqan mevalardan olib, ruhiy xastalar shifoxonasiga bordim. Yo'q, bizda Azimova Anbar yo'q, dedi shifoxona qabulxonasidagi hamshira. Balki avval bo'lgandir.
35 yillar bo'lgan tushganlariga aniqlab bera olmaysizmi? Ozroq kutib turing, dedi hamshira va qalin daftarlarni varaqlay ketdi. Yo'q, bizda hech qachon Azim va Anbar degan kasal bo'lmagan, dedi daftarlardan boshini ko'targan hamshira. 40 yil avvalgi ro'yxatlarni ham qarab chiqdim. Yo'q, balki kitobdagi shifoxonaga yotqizilgandir. O'sha yerni ham bir ko'ring. Bularni xastalarga bersam bo'ladimi? So'radim hamshiradan qo'limdagi narsalarni ko'rsatib. Qoldiring, qizlarga aytaman, tushlik payti bemorlarga berishadi. O'zim olib borib bersam degandim. Dedim ichimda ro'yxatda topilmagan, ko'rganim bilan na men taniydigan, na meni taniydigan onamni bemorlar ichida ko'rib qolish umidi bilan. Yuring, bo'lmasa ayollar bo'limiga kuzatib qo'yaman. Hech kimni bu shifoxonaga ishi tushkunlik qilmasin ekan. Har bir eshikdagi qulf va eshik ichkarisidagi temir panjaradagi qulflar sharaqlatib ochilib, ichkariga kirar ekansan, ortingdan avval eshikdagi, so'ng temir panjaradagi qulflar yana sharaqlatib qulflanarkan. Keyin yo'lakdagi temir panjaradagi qulflar sharaqlatib ochilib, ichkariga kirar ekansan, ortingdan yana temir panjaradagi qulflar sharaqlatib qulflanarkan. Bemorlar yotgan palatalarda ham, derazalarda ham temir panjaralar. Nega buncha temir panjara? Nega buncha qulf? Onam ham shunday temir panjaralar orasida qanday yotganini o'ylab, qahr bilan so'radim, o'zini bo'lim boshlig'i deb tanishtirgan vrachdan. Axir, bu yer shifoxona-ku, konslager emas-ku. Bo'lim boshlig'i devordagi yoshgina oq xalatli qizning suratini ko'rsatdi. Bu qiz endigina institutni bitirib kelgan, qalbi orzularga to'la vrach edi. Bemorlarni o'z onasidek, opasi yo singlisidek e'zozlardi. Ularni kasal demasdi. Dam olgani kelgansizlar, dam olib ketasizlar, derdi. Ular bunga nima javob qilishdi? Kutilmaganda unga tashlanishib, bo'g'ib o'ldirib qo'yishdi. Bunday voqealar takrorlanishini istamaymiz. Siz ham narsalaringizni qoldirib tezroq keta qoling. Temir panjaralar orasidan qo'llarini uzatib, non, pul so'rayotgan ayollarni ko'rib, battar xo'rligim keldi. Ichlaringizda Anbar opa degan ayol yo'qmi? So'radim ovozim titrab. Bemorlar bir-biriga qarashdi. Biri baland ovozda savolimni qaytardi. Hech kim men Anbarman demadi. Biror haftada ayanchli taassurotlarimdan o'zimga kelib kitobga bordim. Kitobda ham Azim va Anbar degan kasal hech qachon bo'lmaganini aytishdi. U yerdagilarning tavsiyasi bilan keyingi haftada Termizdagi ruhiy xastaliklar shifoxonasiga bordim. Termizda ham onam topilmadi. Bir Anbar ismli ayol bor ekan, ammo u men bilan tengdosh chiqdi. Bizdagi tuzalmaydi deb hisoblangan ko'pgina bemorlar ancha yil oldin Samarqanddagi shifoxonaga ko'chirilgan edi, dedi shifoxona bosh vrachi. Balki Samarqanddan izlab ko'rarsiz onangizni. Albatta boraman. Nechta shifoxona bo'lsa hammasiga boraman. Albatta topaman onamni. Ammo Samarqanddan ham, Toshkentdan ham, birorta boshqa shahardan ham onamni topa olmadim. Onamni axtarib bildim. Yurtimizda ruhiy xastalar ham, ular davolanadigan shifoxonalar ham oz emasligini. Chiroqchida bir tog'ang bo'lardi o'g'lim, deb qoldi bir kuni onam. Kichkinaligingda kelib turardi. Ammo ko'p yil bo'ldi kelmay qo'yganiga. O'sha kuniyoq chiroqchiga jo'nadim. So'rab surishtirib tog'amning hovlisini topib bordim. Tog'am keksayib, ko'zlari xira tortib qolgan ekan. Ammo meni darrov tanidi. Anbarni o'g'limisan? Dedi yuzlarimga tikilib turib. Ha, Anbarni o'zi bo'psan. Kichikligingda ham enangga o'xshar eding.
Otang yaxshimi? Otam dunyodan o'tib qoldi, tog'a. Yaxshi bo'pti, dedi tog'am kutilmaganda. Endi bordi keldi qilsak bo'larkanda. Otang bittagina tog'angga seni ko'rish uchun borib turishni taqiqlagan edi. Tog'a, onamning birorta surati qolmaganmidi? So'radim istihola bilan. Onam qanaqa edi? Onam borligini otam o'layotganida aytdi, tog'a. Uyimizda birorta surat ham qolmagan ekan. Qayoqdan qolsin? O'zi enang 1 yilgina turdi otang bilan. Seni tug'ayotib kasal bo'lib qoldi. So'ng otang jinnixonaga olib borib tashladi. Samarqandga ko'chirguncha borib turardim. Keyin o'zimni tashvishlarim bilan bo'lib, Samarqandga bora olmadim, jiyan. Samarqanddagi kasalxonaga bordim. Azimova Anbar degan kasal yo'q ekan. Azimova deb izladingmi? O'ylanib qoldi tog'am. Otangni esidan chiqibdi-da. Otang o'zini familiyasi bilan berishga or qilib, bizlarni familiya bilan topshirgan edi. Sen Zaripova Anbar deb izla. Shuni ertaroq bilmabman, deb tezda jo'nash taraddudiga tushib qoldim. Shoshma, enangni qizligidagi bitta rasm qolgan, shuni olib ket, dedi tog'am va nevaralariga buyurdi. Shermat, chamadonni olib chiq. Tog'amning nevarasi bir eski jomadonni olib chiqdi. Tog'am uni ochdi. Ich to'la eski xatlar, hujjatlar va bir qog'oz xalta to'la rasm ekan. Tog'am har bir suratni ko'ziga yaqin olib borib, tikilib qarar ekan, bitta suratni ajratdi. Bu bovang, meni otam Zarib cho'pon, dedi tog'am. Keyin yana bir suratni uzatdi. Mana bu momang, enam Xosiyat. Sen bularni ko'rib tur, enangni topib beraman. Tog'am rasmlarni qaray-qaray, bitta sarg'ayib ketgan suratni ajratib menga uzatdi. Ana shu enang Anbar bo'ladi. Anbarotin der edik hazillashib. Suratda sochlarini qirqta qilib o'rib, uchiga pilik taqqan, boshiga iroqi do'ppi kiygan, 17-18 yoshli, ko'zlari katta-katta qiz bir dasta atirgulni ushlab turardi. Tog'am qanday meni onamga o'xshatdi bilmadim, ammo surat eskirib ketgan bo'lsa-da, undagi qiz, ya'ni mening onam juda go'zal edi. Men suratni bag'rimga bosganimcha sekin o'rnimdan turdim. Endi onamni topaman, dedim ishonch bilan. Endi onajonimni aniq topaman, Xudo xohlasa. Ertasiga onamning suratini olib Samarqandga jo'nadim. Zaripova Anbar deng. Zaripova Anbar. Ko'zlarimga ma'yus tikildi shifoxona bosh vrachi. Nega avval kelganingizda onangiz Zaripova ekanini aytmadingiz? O'zim ham kecha bildim. Aqalli boshqa familiyadagi Anbar bo'lsa ham bir ko'ray desangiz bo'lmasmidi? O'rnidan turib, xona bo'ylab yura boshladi bosh vrach. Sizlarda bormi o'zi Zaripova Anbar? Vrachning gaplaridan toqatim toq bo'ldi. Bor, do'stim, bor, dedi vrach ro'paramda to'xtab. Ammo endi sizga qanday tushuntirsam ekan? Buni aytishga til ojiz. Nimani aytishga qiynalyapsiz? Aytavering, dedim men ham o'rnimdan turib. Bilaman, onam kasal. Ahvoli og'irroq bo'lsa ham aytavering. Ko'rdim har xil kasallarni. Ahvoli og'ir bo'lsa ham u mening onam. Bildingizmi? U mening onam. Do'stim, omadingiz yo'q ekan, dedi vrach. Ahvoli u qadar og'ir ham emasdi. Beozor ayol edi. Hech kim bilan gaplashmasdi ham. Birovdan bir nima so'ramasdi ham. Faqat bitta gapni aytardi. O'g'lim keladi. Meni o'g'lim olib ketadi, derdi. O'tgan kuni ham sizni so'radi. O'g'lim kelmadimi? dedi. O'g'lim albatta keladi. O'g'limni kutinglar, dedi. Bechoraning ko'ngli sezgan ekanda.
Uka, bardam bo'ling. O'tgan kuni onangiz qazo qildi. Qazo qildi? U nima degani? Bu so'zlarning ma'nosi birdaniga kallamga kirmadi. Nega qazo qiladi? Men xuddi onamni shifoxona bosh vrachi o'ldirgandek uning yoqasiga yopishdim. Onamni topib bering. Qani mening onam? Qayerda mening onam? Bosh vrach ko'ngli taskin topar debmi, onam yotgan xonaga olib bordi. Mana shu karavotda yotardi, dedi bo'lim boshlig'i. Siz onangizga o'xsharkansiz. Sizni o'lguncha kutdi. Oxirgi nafasida ham o'g'lim kelmadimi, dedi bechora, deb yig'lab yubordi bir hamshira. Noinsof, 3 kun oldin kelsangiz nima qilardi? Qabrini ko'rsatinglar, dedim bosh vrachning xonasiga kelganimizdan keyin. Qayerga ko'mgansizlar? Shahardan tashqarida kimyogarlar qo'rg'oni degan joyda birodarlik qabristoni bor. O'sha yerga dafn qildik. Onamni olib ketaman. Tirigida bir bor kelib ko'rishga yaramadim. Hech bo'lmasa jasadini olib borib odamday ko'may. Xafa qilyapsiz uka. Biz ham odamday ko'mganmiz, dedi ovozini sal balandlatgan bosh vrach. Yo'q, kafanlab, janoza o'qib ko'mganmiz. Baribir olib ketaman, qabrini ko'rsating. Bosh vrach kimlargadir telefonda ko'rsatma berdi. Yuring, sizni onangizning qabriga olib borishadi. Ammo bugun uni bezovta qilmang. Ertaga tayyorgarlik ko'rib keling. Men ungacha tegishli hujjatlarni to'g'rilab, tegishli idoraning ruxsatini olib qo'yaman. Ertaga olib ketasiz. Men o'sha kuni uyga ketmadim. Onamning qabri ustida qoldim. Ukalarimga telefon qilib, bir yuk mashinasi bilan kelishlarini tayinladim. Tog'amning o'g'liga telefon qilib, tog'amni ham olib kelishlarini tayinladim. Qabrni ochdik. O'zing tush, qo'rqma, dedi tog'am. Lahatga tushdim. Oppoq kafanning bosh tomonini sekin ochdim. Tirigida ko'rmagan onajonim bilan ilk uchrashuvimiz qabrning ichida sodir bo'ldi. Tog'am bergan suratdagi qiz sal ulg'aygan, ammo sira-sira 50 ga bormagan, aqalli 40 ga kirganga ham o'xshamaydigan onajonim. Yumuq lablari bir shirin tabassumga moyil bo'lib, oppoq yuzidan nur taralib, xuddi o'lmagandek, xuddi shirin tush ko'rib uxlab yotgandek edi. Onajonimni ozib, qushdek yengil bo'lib qolgan onaizorimni ko'tarib qabrdan chiqdim. Ha, shu enang, shu Anbar, dedi tog'am onamning yuzini ochib ko'rib. Biz munkillab qoldik. Enang qarimabdi jiyan. Enang hech ham qarimabdi. Ertasiga janoza o'qib, onamni otamning yoniga dafn qildik. Keyingi kuni qizlarim, o'g'illarimni qabristonga olib bordim. Buvisining qabriga bir quchoq atirgulni qizim, menga o'xshaydigan qizim, aslida onajonimga o'xshaydigan katta qizim, men endi Anbar deb chaqira olmayotgan, onajon deb chaqirayotgan qizim qo'ydi. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.